Assalomu alaykum, hurmatli EJVK Malina kanali a'zolari, butun EJVK Malina ekuvchi dehqonlar. Bugun mana Malina Beldersaydagi bizning brendoviy tapchanimiz, brendoviy archamiz bu yerda qizg'in ish ketyapti. Bugun yomg'irdan oldin ko'chat olib qolaylik deb mana ko'chatlarni olamiz, krapivkalarni. Mana ko'chatlarimiz, xudo xolasa. Bu ko'chatlar bilasizlar, mana shu turishida turib bir ancha vaqt o'zimizga tomir orttirib rivojlantirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu olishlari ish qiladigan bitta. Mana shu qisarakli Boburjondan oldik. Yaxshi ishlab berdi, malades. Cho'tga o'tdi ko'chatlar mana. Ko'z tegmasin. Moshniy qilib turib. Mana ishlashi ko'chat oladiganlar. Ko'chaga chiqarib qo'yishdi. Mana shunday ko'chaga chiqarib olmabdi. Olsan ham bitta ariqqa. Sen bitta alohida ariqqa tushib olmabsan-da. Tushyapti va qolgan joyini mana go'ngli tuproq bilan yoqda to'ldirib kelishyapti mana yoniga. Mana shunday qilib to'ldirib qo'yishyapti. Mana ko'chatlar, xudo xolasa. Mana yoniga tuproq bilan to'ldirib qo'yishyapti. Ko'chatlar dalani boshiga yig'amiz, xudo xolasa. Kimga ko'chat kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana ko'chatlarimiz. Hozir bunga suv quyib qo'yadi. Yomg'ir ham kelyapti, ozgina qoldi. Yomg'irdan olib qolsak, oldin olib qolgan ko'chatlarimiz xudo xolasa yaxshi rivojlanib qoladi. Mana ko'chatlar. Ish boshlandi, xudo xolasa. Ish yana davom etaveradi. 7-aprel kunning o'zida ko'chat shuncha o'sib ketibdi. Bu tepa tarafda quyosh birinchi tegadi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, delniy va ko'chatlar kimga kerak bo'lsa, Malina ko'chatlari bemalol aloqaga chiqaveramiz.